هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Muhammed tefsiri 20. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Muhammed suresi 20. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mu'minlar cihatni talab qilish yusidan nemishqa cihat amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Cihat zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal bala, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamday qarayotganligini ko'rsan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sil rahmini uzib qo'yasizlarmi? Ayni shunday kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan gaz qildi, hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Jihadga buyurib oyat nozil bo'lgan chaqdagi rostchil mu'min bilan dilida munofiqlik bor odamning ifodasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning jihadning yo'lga qo'yilishini orzu qilganligini, Alloh taolo jihadni farz qilib, ularni jihad qilishga buyurgan chaqda nurg'un kishilar jihad qilishdan qo'rqib oqiga yenib olganligini bayon qildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga, ya'ni Makkada turib urushishni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Rabbimiz bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajlimiz yetkicha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir, ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi, ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi. Mu'minlar jihadni talab qilish yusidan nemishqa jihad amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal bala, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib, ya'ni dushmanlarga uchrashishdan nihoyat qo'rqib aylanib ketgan odamday qarayotganligini ko'rsan. Ondan Alloh taolo jihad qilishga ilhomlantirib mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Xotirjam holatda ularning sening so'zingni anglashi va itoat qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda, ya'ni vaziyat keskinlashib, urush hozirlangan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, ya'ni Alloh taolo chin niyat bilan ixlos qilsa,
ya'ni Alloh taologa chin niyat bilan ixlos qilsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan, ya'ni jihad qilishdan yuz o'rsanglar va uningdan yenib olsanglar, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sil rahmni uzib qo'yasizlarmi? Ya'ni islom kelishdan burungi nodon holatinglarga qaytib, qon to'kib, sil rahmni uzib qo'yasizlarmi? Ayni shunday kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi. Hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Bu oyat umumyuzlik holda zaminda buzg'unchilik qilishdan, xususiy holda sil rahmni uzishdan to'sidi. Balki Alloh taolo aslida zaminda isloh ilib berishga va sil rahmni ulashga buyurgan. Sil rahim qilish bo'lsa, xish aqrabolarga chiroyli so'zlarni qilish, yaxshilik qilish. Agar birasi muhtoj bo'lsa, pul-mol sarf qilish qatorliqlardan iboratdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalomdan nurg'unlagan hadislar rivoyat qilingan. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo maxluqotni yaratdi. Alloh taolo maxluqotni yaratib bo'lgan chaqda sil rahim turib, nihoyat shafqatlik Alloh taolaning yenidan o'rin oldi. Sil rahim turib, nihoyat shafqatlik Alloh taolaning yenidan o'rin oldi. Alloh taolo uningga o'zingni chetga olgin deganda sil rahim. Bu sana sig'inib, yaxshilikni tark qilishdan panoh tilguchining o'rnidir dedi. Ondan Alloh taolo seni ulag'an kishiga, ya'ni xish aqrabolarga yaxshilik qilgan kishiga ulasam, ya'ni marhamat qilsam, seni üzgen kishiga marhamatimni uzsam, sen buningga rozi bo'lamsan deganda sil rahim. Albatta rozi bo'laman dedi. Alloh taolo u sana berildi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu agar xohlasanglar sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sil rahimni uzib qo'yasizlarmi degan oyatni o'qinglar dedi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning agar xohlasanglar sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilasizlarmi va sizlar sil rahimni uzib qo'yasizlarmi degan oyatni o'qinglar deganligini rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Bakr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo oxiratda tegishli jazosini berish bilan birga bu dunyoda eng tez jazolaydigan gunoh haqsiz zulm qilish va sil rahmin uzishdan iboratdir. Uni Imom Abu Dawud, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad Savban radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimni umrining uzun bo'lishi, rizqining ziyoda bo'lishi xursand qilsa, undaqda u xish aqrabolarga sil rahim qilsin. Imom Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki sil rahim arishga esilgandir. To'g'ri kelib qolganda sil rahim qilg'uchi haqiqiy sil rahim qilg'uchi hisoblanmaydi. To'g'ri kelib qolganda sil rahim qilg'uchi haqiqiy sil rahim qilg'uchi hisoblanmaydi. Lekin sil rahim üzülib qolganda uni ulag'an kishi haqiqiy sil rahim qilg'uchidir. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning undaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni sil rahim keltiriladi. Uning yib igiradigan chaqning igirikiga o'xshash igiriki bo'lib, ravon va o'tkir til bilan so'zlaydi. U sil rahimni uzgan kishiga rahmatini uzidi. Ulg'an, ya'ni sil rahim qilgan kishiga rahmatini ulaydi.
rahmatni ulaydi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның təbliğ qılıb etib mındaq deganligini rivoyat qildi. Mehr shafqat qilguvchilarga nihoyatda shafqatlik Alloh taolo marhamat qiladi. Zimin ahliga mehr shafqat qilinglar. Osmon ahli sizlarga marhamat tilaydi. Sil rahim shafqatlik Alloh taolodan bir shoxchidir. Kim uni ulasa, bu uningga ulushidir. Kim uni üzsə, o onundan üzülüdür. Bunu İmam Abu Davud bilen Tirmizi'mu rivayet qilgan. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin oqsiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu, ya'ni shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilmaymiz dedi. Biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini elayotganda ularning holi qanday bo'ladi? Bu azab shuning uchundirki, ular Allah'ını dergazab qiladigan narsalarga ergashdi. Allah'ның roziligini, ya'ni Allah'ni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Qur'on to'g'risida fikr yurgizishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo Qur'on to'g'risida fikr yurgizishga, uni tushunishga buyurib ve onundan yüz öğrüştün tosup mındaq deydi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Belki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. Ya'ni u dillar chin qaplib etilgan bo'lib, Qur'onning ma'nolari ularning dillariga kirmaydi. İbn Jarir Hisham ibn Urvadan onun atasının mındaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor, shuni ular tushunmaydi degan oyatni tilovat qilganda Yemenlik bir yosh, balki u dillarda qulub bor bo'lib, hattoki Alloh taolo ularni ochidi yoki bir chiqish yo'li qildi dedi. Bu yosh Umar radiyallohu anhuning ko'nglida nihoyatda cho'nqur ta'sir qoldirgan bo'lib, u xalif bo'lgan chaqda u yoshni o'z ishlariga yordamlashishga solgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Murtadlikni so'kish to'g'risida. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin oqsiga qaytib olganlarga, ya'ni iymondan chiqib kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Ya'ni ularning to'g'ri yo'ldan qaytib olganligini zinnatlab yaxshi qilib ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Ya'ni ularni go'lladi va aldidi. Bu, ya'ni shaytonning ularni ozdirishi. Shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Ya'ni ular bir-birining ko'nglini tindirishdi. Yo'shirin holda bir-birini botilga tavsiya qilishdi. Bu munofiqlarning odatidir. Ular dillarida yo'shirgan narsaning dal aksini oshkor qildi. La ilaha illalloh Muhammad rasul.
Allah ularning sirlarini biladi. Ya'ni Allah Taala ularning sir tutib yoshirgan narsalarni biladi. Allah Taala hammadan to'liq xabardordir, hammani bilguchidir. Bu vaqtda Allah Taala mundaq deydi. Allah ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va aqllariga urgan holda ularning jonlarini elayotganda ularning holi qanday bo'ladi? Ya'ni ularning jonlarini elish uchun farishtalar ularning qishig'i kelganda ularning holi qanday bo'ladi? Jonlar tanlarga ching yipishidi. Farishtalar ularni qo'pollik va g'azab bilan urib chiqirdi. Bu vaqtda pok va yuksak Alloh taolo mundaq deydi. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va aqllariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'rgan bo'larding. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqiringlar, sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, shirk keltirganliginglar, bala nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'ichi azob bilan jazolanasizlar deydi. Shunga Alloh taolo bu o'rinda mundaq deydi. Bu azob shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qiladigan narsalarga ergashdi. Allohning roziligini, ya'ni Allohni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Muhammad tafsiridan 28-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.